$7500 nastoящий amerikanец. Bugun sotuvimizda Chrysler 300C. 2006 yil, probeg 300 000 km. 3,5 litrli atmosferniy benzinoviy dvigatel, расходi taxminan 11 dan 18 litrgacha. To'g'ri, bu avtomobilimizda kuzovda ham, salonda ham qirilgan, chizilgan joylari bor. Lekin yengil paytida bu avtomobilimiz $60-65 ming turgan. To'g'risi aytinglar, imенно bu model orzu qilganmidingiz yoshligingizda? Misol uchun men orzu qilganman, havas qilganman. Tak, bagajimizda gaz ustanovkalari bor, propan plus отдельно hali joyi bor, ishlatsanglar bo'ladi. Endi yuringlar, har doimdek sizlar bilan salonini ko'rib chiqamiz. Aytgancha, kraskaga ahamiyat beringlar, takoy двухкомпонентный juda ham yarashib turibdi. Endi yuringlar. Kombinirованный salon, ikkinchi qator juda ham keng, mana ahamiyat berishinglar mumkin. O'rtada подлокотникimiz ham mavjud. Потолок родной oq rangidan. O'zi в общем и целом olsak, bu yerda salonda faqat shofer tomonda ishi bor. Именно yirtilgan joylari. Qolgani sideniya uncha yirtilmagan, anaqa mehr berish shart emas. Mana заводской rul, заводской tablo, probeg ham ko'rinib turibdi. Avtomat korobka tiptroniklari bilan. Заводская мультимедийная система, кондиционер, печка, однозонный климат-контроль. Tomimizda stiklanniy lyuk. Avtomobilimiz absolutno na hodu, plus oldingi egasi qanaqadir zapchastlar ham berar ekan. Rossiyadan именно bu avtomobil uchun olib kelgan ekan. Narxi bilasizlar, $7,5 ming boshida aytganman. Eng katta bonus bu avtomobilga 5% 3-4-5 oyga nasiya savdoga olishinglar mumkin. Boshiga yarimidan ko'prog'ini bersanglar, ostatkani o'zini puli bo'lib bersanglar bo'ldi.